13 milliard 700 million yil burunqi ma'lum paytda bir g'ayriy nuqtaning portlashi bilan vaqt va bo'shliq shakllandi. Bugundan 4 milliard 600 million yil burun Quyosh sistemasi shakllandi. Yer sharimi shunga ergishib borliqqa keldi. Necha 100 million yillik olamshumul o'zgarishlarni boshdan kechirgandan keyin yer shari tunji ibtidoiy hayotlikni aprida qildi. Vaqt davomliq olg'a ilgarilab bugunga kelganda biz insonlar oxiri yer shari madaniyatining eng yuqori pallasida tura oldik. İnsanlar hamisha fan texnikaning taraqqiyotiga ergishib hamon bir kuni olamning oxirgi sirini topa olamiz deb qaradi. Lekin afsuslanarligi bizning samon yo'li sistemasidan chiqishimizmi intayin mushkul. İnsaniyat madaniyati borliq kelgandan buyon sonsizlagan kishilar, sonsizlagan olimlarning hammasi olamni kuzatishga, uning sirliq pardasini echish urindi. Yaqinqi davrda 2 nafar gigant olim Newton va Einstein oxiri formula orqali olamning asosiy qonuniyatini hisoblab chiqdi. 20-asrning taslibida Einstein nisbiylik nazariyasini o'tirib qo'ydi. U har qanday massaviy moddaning hammasi yorug'lik sur'atidan olqib ketishi mumkin emas deb ko'rsatdi. Yorug'lik sur'ati nemishqa sekundiga 300 ming kilometrlik sur'atga yeta oladi. Chunki nur massaga ega emas. Aksicha siz va men bizning atrofimizdagi barliq narsalarning hammasi massaga ega. Bunu biz insonlarning hozir va kelgusida mangu yorug'lik sur'atiga yeta olmaydiganligimizni hamda mangu samon yo'li sistemasida qamilib qilishimiz mumkinligini belgiladi. İnsanlar 1977-yilda qo'yib bergan sayohatchi 1-numurlik uchar kema hozirga qadar 42 yil vaqt sarf qilib Oran deganda ishki quyosh sistemasining qirg'igacha yetib bora oladi. Bilishimiz kerakki, bu insoniyat tarixida qo'yib berilgan yer shariga eng yiroq bo'lgan tashqi olam bo'shligini kuzatish asbobi. Yana necha yildan keyin u butunlay quyosh sistemasidan ayrilgandan keyin biz yana uning futurini qabul qila olmaymiz. U qop-qorong'u olamda mangulik yo'qoladi. Quyosh sistemasi ustidagi samon yo'li sistemasi zodi qanchalik cho'q. Yorug'likning uni bir qatim kesib o'tish uchun 100 ming yildan uzun vaqt ketadi. Biz yorug'lik tezligida ucha oladiq deb faraz qilsaqmi, insonlarning umri bo'yi hisoblaganda bu oraliqni taxminan 5000 avlod kishi ondan tamomlay oladi. Lekin bu yana yorug'lik sur'atida uchish oldingi shart ostida kuchga ega. Amaliyotda biz insonlar balkim mangu yorug'lik sur'atiga yetolmasligimiz mumkin. Samon yo'li sistemasidan uchib chiqa oladiq desakmi, samon yo'lining ustida yana yulduz sistemasi to'pi, darajadan tashqari yulduz sistemasi to'pi, olam to'ri qatorliqlar bor. Hubble teleskopining kuzatishiga asoslanganda hozir insonlar kuzata oladigan olamning diametri taxminan 93 milliard yorug'lik yili. Bu insonlarga nisbatan aytganda allaqachon bir tasavvur qilg'ili bo'lmaydigan orliq. Hamda bu orliq yana davomli kengayotadi. Yorug'lik sur'atida uchish reallikqa oshmagandan keyin insonlar yana eng oxirgi bir amalni sinab baqsa bo'ladi. U bo'lsa-mu makon zamondan halqib o'tish. 1916-yili Avstriya fizika olimi tunji bo'lib qurut o'nkiri hukmini o'ttirib qo'ydi. U olamda o'xshash bo'lmagan ikki xil makon zamonni tutashtiradigan tonnel mavjud. Agar insonlar uningdan foydalanib qolsa, nihoyat tezda necha million yorug'lik yili yiroqlikdagi joyga yetib bora oladi deb qaradi. Lekin talaysiz bo'lgani hozirgacha insonlar tegi qurut o'nkirining mavjudligini bayqamadi. U faqat nazariyalar mavjud bo'lib keldi. Olam shunchalik bepoyon. Yer shari olamda faqat bir chang-to'zondan iborat xolos. Olamning ustida yana sanoqsiz ko'p olam mavjud bo'lishi nihoyat mumkin. Olam cho'ng portlashi yuz bergan shu paytdan boshlab uning bosh oyog'i yo'q, mangu to'xtab qolmay, uzluksiz olg'a qarab mangdiganligidan derak beradi. Hayotlik garchi arzimas bo'lsa-mu, lekin uning mavjud bo'lib turishi yanada muvofiq. İnsanlar ajdodining borliq kelishidan to bugungi fan texnikaning ushqandek taraqqiy qilishigacha biz ideya va aql farosatimizga tayanib yer shari jonliqlar zanjirining eng yuqori pallasida tura oldik. Afsuslanarligi bo'lsa, olamning qonuniyatlariga yuzlangan vaqtda biz yanada uningga rioya qilishga majbur bo'ldik. Uni buzishga qurbimiz yor bermadi. İnsanlarning o'ttirchi umri taxminan 79 yosh. Bu 79 yillik hayotingizda siz yig'lab boqqan, kulib boqqan, so'yib boqqan, azoblanib boqqan, har xil odamlarga yo'liqib boqqan, rangdor hayotni boshdan kechirib boqqan. Hayotning oxirgi nuqtasida turib, bu o'tib ketgan 79 yilni eslaganingizda o'zingizga savol qo'yib beqing, sizning yana afsuslanishingiz bormi yo'q? Yuragingizning cho'nqur qetida cho'qim siz eng suygan bir odam bor. Ishonamanki, hozir u allaqachon ko'z oldingizda paydo bo'ldi. Olam garchi bepoyon bo'lsa-mu, lekin mana shunday ahvol ostida sizlar yer sharida uchrashdinglar. Mayli u sizning to'qqiningiz bo'lsin yoki hamrohingiz bo'lsin.
ishonishingiz kerakki, mana bu boqiy olamda muhabbat sizlarni mahkam uyushtirdi. Balkim insonlar olamni kontrol qilishga amalsiz bo'lishi mumkin, lekin hissiyot cho'qim olamdan halqib ketadi. Chunki mayli qayerda bo'lmasin, muhabbat, aman, mangulik. Bo'ldi. Bugungi mazmun shu yerda oxirlashdi.